Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz muxlislari. Mana bu bizani toyib uzumimiz. Mana shunaqa bir qator hosil qiladigan qilib taraganmiz. Mana shunaqa qilib parvarish qilganmiz. Mana chiroyli bo'lib, mana shunaqa tarab qo'yganmiz. Demak, hosili mana shu yerdan 1 metr tepada bir qatorda bo'ladi. Endi videoni olishdan maqsad nima ediki, men internetda ko'rib qoldim. Mana shu agarki mana misol uchun mana bitta vosh bo'lsa, mana shu toypini bir vosh uzum. Shuni deyapti, agar mana shu tepadagi bir ikkita mana shunaqa anaqalarini hosillarini olib tashlasa, mana pastidiklari yirik bo'lib, katta bo'lib, ancha haligi nima deydi, chiroyli bo'lar emish. Vesi ham yaxshi bo'larmish. O'shanga bir eksperiment tariqasida shuni qilib ko'rmoqchiman. Buni hozir bitta voshini olib, mana shunaqa qilib, mana hozir ko'rsataman. Mana bunaqa tepadiklarini kesib tashlaymiz. Bu eksperiment bu endi mana ko'rmaganman. Endi internetda juda ko'p chiqyapti shunaqa. Xo'sh. Shundan bir 30-40% olib tashalansa, mana shu pastiklari mana bu yog'ida ko'p kuch kelib, yirik don berarmish, hosil bo'larmish. Qani ko'raylikchi. Ana pishganda yana bir rezultatini ko'rsataman. Bu bir eksperiment xolos. Taninglar sog' bo'lsin. E'tiboringiz uchun rahmat.